terma jamoalarimizni mahalliy murabbiylar boshqarish kerak deb o'ylayman. Keyin qarang, hozirning baxt qushi ochilib turganligi, baxt qushi boshiga qo'nib turgan. Hech kim bironta rahbarlardan bironta odam chiqib aynan qanaqadir vazifa qo'ymadi terma jamoa. Shunaqa vazifa qo'ymasa ekansizlar, nima kerak edi bizga bunaqa dunyoning hozir 48 ta jamoa ichida 6-mi 4-o'rinda ekan maosh hisobi. 5-chi, ha. 5-o'rinda. Bizga kerakmi? Bizga kerakmi shu narsa? O'zimizni qora ko'z ham xuddi shu natija. Natija kerak bo'lmasa. Hatto o'zi ham aytdi, ko'p narsa kutmanglar deb, Kannavag'an o'zi. Endi qanaqadir hech bo'lmasa vazifa yuklatish kerak-da. Yo'q, sen guruhdan chiqasan deyish kerak. 3-o'rinni olasan deb. Ishoning, masalan, 48 ta jamoaning ichida deyarli bir 8 tasimi hech qanaqa va'da bermadi, shulardan bittasi biz. Na bironta futbolchimiz nima bo'pti Ronaldo, nima bo'pti Luis Dias'ing demadi. Endi birinchisida jamoalar yo'q, shunaqa, endi baribir PR uchun ham gapiryapti. Kimdir gapirib qo'yish kerak edi-ku. Hech kim hech narsa demayapti-da.